2021 milliy mukofoti sovrindori Ishonqulov Muhammadali Olimjon o'g'li mehmonimiz bo'lib turibdi. Vaqtda unumli foydalangan holda bizni ustoz Muhammadali Ishonqulovga bersak, kelajakda taxminiy yashamasligimiz uchun va eng kerakli qarorlarni qilayotganimizni ilmiy asoslari uchun to'g'ri qaror qabul qilishimiz uchun manbalarni kengaytirish kerak. Bu narsa faqat mutolaa bilan va yaxshi insonlarning suhbati bilan kengayadi. Motivatsiya manbaingiz nima? Ko'p kitob o'qigansiz, o'shalardan olgansiz deb o'ylayman endi. To'g'ri o'ylaysiz. Narpay tumanining eng jo'shqin iste'dodli yoshlar bilan go'zal suhbat qildik. Marhamat!